Dyson olishga arziydimi yoki yo'q? Shu haqida gaplashamiz. Va Dyson yordamida sochimizni pishni qilib ukladka qilamiz. Birinchi o'chirda sochimizni ko'pirtirib, top-toza qilib yuvib olamiz va deyarli 60% quritamiz. Sochingizga qanaqadir muz yoki lak ishlatishinglarni tavsiya qilmayman. Sochimizni kerakli qismini ajratib olamiz va hozircha keraksiz qismini tepaga yig'ib qo'yamiz. Dysonning ichida katta va kichkina nasatka chiqadi. Bizga kichkinasi kerak bo'ladi. Kichkina nasatkasini tiqib olganimizdan keyin bir chekkadan jingali qilishni boshlaymiz. Dysonni menga yoqadigan eng zo'r tarafi ortiqcha harakat talab qilmaydi. Shundoqqina sochinglar o'zi o'ralib oladi. Har bitta sochimizni jingali qilib olamiz va ketidan bigudi o'rab qo'yamiz. Ha, Dysonni menga yana bitta yoqadigan tarafi bor, bu sochinglarni kuydirmasligi. Xullas shunaqa qilib har bitta sochimizni ozgina qismlarga bo'lib, har bittasini Dysonda jingali qilib, ketidan bigudi o'rab zakolkada qistirib qo'yamiz. Ishoninglar, bu juda ham oson va ko'p vaqt talab qilmaydi. Dysonni pluslarini aytib o'tdim. Endi navbat minuslariga. Dyson sochni kuydirmasligi zo'r, jingali qilish osonligi zo'r, ob'yomni zo'r berishi zo'r. Lekin buni bitta minusi sochingizda jingalinglar uzoq vaqt turmasligi. Yomg'irli nam havolada sochinglar yarim soatga qolmasdan tushib ketadi. Yoz kunlarida bo'lsa maksimum 4 soatgacha turib berishi mumkin. Lekin undan keyin soch uchlari tep-tekis bo'lib qoladi. Faqatgina ob'yom saqlanib qoladi. Mana shuncha jingali qilgan, shuncha ukladka qilgan sochlarim 4 soatda emas, hech bo'lmaganda 5-6 soatga chidab yetib berishi uchun sochimni har bittasiga shunaqa bigudi o'rayman. Lekin bu hammada ham shunaqa tez tushib ketadi degani emas. Agar siz sochingiz juda ham siyrak va juda ham yumshoq bo'lsa, unda Dyson aynan siz uchun. Bunaqa sochlarda Dyson 2-3 kunlab ham turib beradi. Aynan shu ko'rsatayotgan ukladkamni bemalol oddiy fen bilan oddiy ukladka taro yordamida qilsanglar bo'ladi. Keyingi videolarda sizlarga aynan shuni ko'rsatib beraman. Umuman olganda sochni turmaklash menga juda ham yoqadi. Agar sizlarga qiziq bo'lsa, boshqa dazmol, gafrilar yordamida ham qanaqa ukladka qilishni sizlarga ko'rsatib videolar chiqazaman. Sizlarga maslahatim, описаниеda men sizlarga Telegram kanalimning linkini qoldirdim. Telegram kanalim o'zini yaxshi ko'rgan ayol qizlar uchun juda ham foydali kanal. Unda ozish-chu mashqlarni, atyoklarni ketkazadigan mashqlarni, asankalarni to'g'rilaydigan mashqlarni topsanglar bo'ladi. Undan tashqari men ozish-chu mahsulotlar, korsetlar, lasinalar, kofelar sotaman. Undan ham tashqari ayollarga eng kerakli bo'ladigan qin toraytiruvchi mahsulotlar, oqartiradigan krem, rastiyashkalarni ketkazadigan krem, xullas juda ham ko'p mahsulotlarni va eng asosiysi juda ham sifatli mahsulotlarni kanalimdan topsanglar bo'ladi. Aynan o'sha mahsulotlarga kelgan natijalar ham aynan o'sha men sizlarga aytayotgan Telegram kanalga joylashtirilgan. Kanalimga obuna bo'lib, men sizlarga aytayotgan natijalarimni o'z ko'zlaringiz bilan ko'rsanglar bo'ladi. Telegram kanalimning linki bo'lsa описание. Sizlarga gapirgunimcha sochlarim ham tayyor bo'lib qoldi. Sulkalarni ham xuddi men sizlarga ko'rsatgandek qilib ukladka qilinglar. Shunda ob'yominglar ham zo'r chiqadi. 5 minutdan keyin bigudilarni sekin-sekin hammasini yechib tashlang. Va qarabsizlarki, ishib juda ham chiroyli turadigan ukladka tappa tayyor bo'ladi. Taro yordamida o't-butini ozgina to'g'rilab olsanglar bo'ladi. Menga shunaqa to'kilib, yoyilib turadigan tabiiy jingalinglar juda ham yoqadi. Qo'g'irchoqni jingaliga o'xshagan dumdumalo jingalinglar menimcha уже modadan ham qolib ketgan. Hozir aynan shunaqa to'kilib turadigan jingalinglar modada. Xo'sh, endi gapirish sizlarni galinglar. Dyson puliga arziydimi yoki yo'q? Olgan bo'larmi deylar yoki yo'q? Fikringlarni kommentariyada kutib qolaman.